5 million sun'iy intellekt yetakchilaridan sertifikat olish uchun birinchi oldin ro'yxatdan o'tilgan O'zbekkordi saytiga kirib olamiz ekan. Oldingi profillarimizni o'chiramiz u orqali. O'chirib bo'lganimizdan keyin profilimiz o'chyapti. Birinchi bu saytdan oldin o'tilgan profilni o'chirib olamiz. Ma'lumotimiz o'chirildi. Endi yangi sayt bo'yicha unga kiramizdan keyin pastda ro'yxatdan o'tish chiqadi. Ro'yxatdan o'tishga kirib, o'quvchining guvohnoma raqami seriyasi teriladi va ro'yxatdan o'tish boshlanadi. Ro'yxatdan o'tgandan o'quvchining ma'lumoti chiqadi. O'quvchining ma'lumoti chiqqandan keyin bu yerga elektron pochta kiritiladi. Elektron pochta Gmail generatordan foydalanib oldim men. Copyright qilib turib pochtani qo'yib telefon raqami kiritiladi. Bu yerda parol yoziladi. Va shundan keyin keyingi tugma bosiladi. Endi pochtamizni tekshirib ko'ramiz. Bu yerda faollashtirish havolasi keladi. O'sha bilan linki bilan kiramiz. Pochtamizni saqlab qo'yamiz. Mana kursimiz ochildi. Ochilgandan keyin 5 ta kursdan bittasini tanlaymiz. Va qaytadan yana elektron pochtamizga qaytamiz. Bizga yana bitta link keldi. Mana shu link orqali kursga kiramiz. Men ChatGPTga kirdim. Bu yerda yana parolni kiriting deyapti. Tasdiqlash uchun parol kiritamiz. Bu yerda zaxira email manzil so'rayapti. Xohlasangiz kirgizsalaringiz ham bo'ladi, bo'lmasa o'tkazib yuborsa ham bo'ladi. Mana kurs ochildi.